Bilasizmi, kumush ismi egalarida atrofdagilarning kayfiyatini va niyatini so'zsiz his qilish bo'yicha g'ayritabiiy bir sezgi bor. Bu qadimiy turkiy ism nafaqat qimmatbaho metallni, balki mutlaq poklik, oydinlik va aslzodalikni ramziy ifodalaydi. Tarixda bu ism xonadonga baraka va fayz olib keluvchi nur sifatida ko'rilgan. Psixologik nuqtai nazardan kumushlar nihoyatda kuchli ichki intizomli ega. Ular eng og'ir va kutilmagan vaziyatlarda ham o'zini yo'qotmaydigan, sovuqqon qaror qabul qila oladigan insonlardir. Biroq ularning eng katta dushmani haddan tashqari perfeksionizm. Hammasi mukammal bo'lishini istashlari o'zlariga nisbatan juda qattiqqo'l bo'lishlariga va ruhiy charchoqqa sabab bo'lishi mumkin. Sirli fakt shundaki, kumushlar tashqi ko'rinishdan biroz masofali va mag'rur ko'rinsalarda, aslida ularning qalbi juda nozik va sadoqatli. Faqat bu xazinani ochishga hamma ham loyiq ko'rilmaydi. Kumush, sizning borligingiz bu atrofingizdagilar uchun nodir bir tuhfa. O'zingizdagi o'sha yashirin nurni asrang. Ushbu videoni o'zingiz tanigan eng samimiy kumushga yuboring. Paket shopdan ulgurji xarid qiling.